umakla. Salam umakla. Salam umakla. Salam umakla. Salam umakla. Vay salam umakla. Ken başka. Ha qo'zchoq, yana nim bo'ldi sana? Unutib qolmagansiz? Nemini? Biz har jumaga Xusbo'lingi dars salonining salam umakla programmasiga hikoya anlatdik-ku. Ha rost, esim qursin. Bugun mana baray unda qilsa. Bo'ldi ken başka. Mana bormi? Örleydi samağa, yıldızla çaknaydı asmanda. Ormanım örleydi samağa. Ne sirdin bova? Xo'sh qizim, Mening uxlaydigan vaqtim bo'pti. bildim. Bugun sizga qiyirib qolgan she'r degan cho'chakni aytib beray. Voy, nimandaq yaxshi, tezroq buning apva. Burunning burunusida qiyirib qolgan bir she'r og'rib qolg'achqa usidan chiqmay vayjallab yotadigan bo'lyapti. Atrofdagi barliq hayvonlar she'rining zarini anglagandan keyin ichi og'rib birdan, ikkidan bo'lib uni yo'qlab kelgili turibdi. Tulkimi bu xabarni anglagandan keyin uni yo'qlab qo'yish maqsadida she'rining o'nkiri oldiga ketdi. O'nkirning bo'sog'isiga kelgan tulkining qo'liqiga she'rining vaydatlari bargan siri kuchayib ketayotgandek anglanib, ichi bakla og'ribdi. Biroq dal shu chaqda tulkining quloqlari dingiyibdi va o'nkirning bo'sog'isiga olgan putini tortibdi. Chunki u she'rni yo'qlash niyatidan yaltiyib qolgan edi. Bova, shuning bilan tulki she'rni yo'qlamayli ketib qopdimi? To'xtang qizim, to'xtang. Cho'chakning oxirini anglang a. Shundaqdimi u o'nkirning oldidan ketmay, bu yon menib yuribdi. O'nkirda yotgan qeri she'r tulkining yo kirmay, yo ketmay lag'aylab yurganini ko'rib, sabr qilolmay varqirabdi. Hey Bolqvoy, kelgan ekansan, kirmay, nimaga lag'aylab yuriysan? Men silini yo'qlab kelgan edim alilari. Biroq o'nkirga kirgan boshqa hayvonning o'nkirga kirgan oyoq izini ko'rdim-yu. Qaytib chiqqanisini qaytib ko'ra olmadim. Shundoq tursa men qandoqmi kirishga jur'at qilay? Ha qizim, bu cho'chakdan ayonki, har qandoq chaqda qaramliq bilan qilgan ish odamni o'sal holga tushirib qo'yadi. Hatto bu o'ziga o'zi balo topganlik bo'ladi qizim. Bilib oldim bova. Umaklar, yuqorida nasibda bu mitqan cho'chakni yoqtirdingizmi? Yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizning oxiri quloq soling. Balalarning terisi yumran, ajiz bo'lg'achqa, ota-onalar teri asrash mahsulotlarini sotib olganda, tarkibida aqaq kuchi va chechak yo'qotish unimiga ega mahsulotlarni sotib olmaslik kerak. Birinchi, tayyorlash usulini qarash kerak. Ya'ni bir xil tarkibli mahsulotlarni qanchaki ko'p ishlatsa, shuncha yaxshi. Chunki bu xil mahsulotlarning teriga bo'lgan g'idiqlash ta'siri ancha kuchli emas. Buningdan boshqa tarkibiga puroqliq material qo'shilmaganligiga diqqat qilish kerak. Ikkinchi, balalar mahsulotlari tarkibida suv tarkibi ko'p bo'ladi. Shuni surpiganda ozroq surkash kerak. Uchinchi, mahsulot tushundirilishiga tafsil qarash kerak. İmkan qadar oddiy tarkibli mahsulotlarni sepib olish kerak. Menimcha, ota-onalar va balalar mahsulotlarini sepib olish va ishlatishda diqqat qilgan nuqtalarni bilib oldinglar-ku deyman. Undaqda programmamizning oxiri quloq solinglar. Kuşlar ko'p, yolg'onga sirdosh, toprak va quyosh mangu
Umaqlar, sizlərinin bu programımız qatnaşqanlar barmı? Ondaqda ata-ananızın yardımında ekran ostidagi ishkilik kodni skanerlash orqali o'zingiz o'qigan cho'chakni undidarimizga avazsangiz bo'ladi. Ayda bilet tashlash orqali eng yuqori bilet soniga erishgan kichik do'stimizga sarxil mukofotlarni sovg'a qilamiz. Umaqlar, programmamızın oxirida assalomu alaykum degan naqshni birga anglayl bo'lamdi. Assalomu alaykum qarindoshlar jamoat Navbaharda Nuruzda vidolashma g'animat Assalomu alaykum qarindoshlar jamoat Navbaharda Nuruzda vidolashma g'animat Assalomu alaykum assalomu alaykum assalom 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 Assalomu alaykum aziz do'stlar marhaba xabar bergan Nurizim xushburaklik shoh sabah Assalomu alaykum aziz do'stlar marhaba xabar bergan Nurizim xushburaklik shoh sabah Assalomu alaykum assalomu alaykum assalom 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 Suni başlap iriq atab Mecnun kaldım pipi yasab Sen mu oynap ben mu oynap Dostlar bilen Nuruz kutla Kettik yayrap hey günde leglek Yerde çiçek şok şok yürek Sen mu oynap ben mu oynap Dostlar bilen Nuruz kutla Assalomu alaykum qarindoshlar jamoat Jig'ini kang yaygan illiq chiray tabiat Assalomu alaykum qarindoshlar jamoat Jig'ini kang yaygan illiq chiray tabiat Assalomu alaykum assalomu alaykum assalom Mikrofon oldida Sulyar Qurbantay, Mahinur Turg'un, bosh nazoratchi Musajon Turg'anjon, planlovchi Mahinur Turg'un, kirishtiruvchi Ilhom Turg'anjon. Assalomu alaykum